o'ntar edi. Minecraftning eng yangi quroli bo'lmish bu lava juda ham kuchli. Yo'q xudoya, ajdarho bitta zarbada qulagan. Men internetda biroz izlanishlar qilib shuni bildimki, ko'pchilik odamlar unga bitta zarbada qulagan. Internetda biroz izlanishlar qilib shuni bildimki, ko'pchilik odamlar unga kichik qo'shimchalar qo'shish orqali u qanchalik kuchliroq bo'lishini tushunmaydi va u butunlay yengilmasdek ko'rinadi. Men barcha bosqichlardan o'taman va uni maksimal darajada sehrlab, uni yanada kuchliroq qila oladigan, o'zim topa oladigan barcha qo'shimchalarni qo'shaman. Chunki u qanchalik kuchli bo'lishini ko'rmoqchiman. Keyin esa albatta do'stimni odatiy yakkama-yakka jangga taklif qilaman. Nima? Yangi bu lavani yasashning birinchi bosqichiga keladigan bo'lsak, biz uni yasash uchun kerak bo'ladigan ikkita kraft narsalarni saqlaydigan yangi sinov xonalariga borishimiz kerak. Birinchi navbatda qishloqqa borib, uni xaritachi qilish kerak. Ana bo'ldi. Va u sizga xarita sotuvga qadar u bilan savdo qilasiz. Mana biz uni oldik. Yo'q xudoyim, biz juda uzoqdamiz. Nuqtam qanchalik kichkinaligini qarang. Mayli bu bunga arziydi. Bizga yangi buloq kerak. Shuningdek, men yangi sinov qanday ko'rinishda ekanini bilmoqchiman. Xo'sh, biz hozir mana shu yerdamiz. Aslida oldinga qarab pastga qarashimiz kerak. Oh, nice! Biz va nihoyat keldik. Tushunmadim, bu narsalar nima bo'ldi? Qoch. Qo'shtatimimni ishlatishga to'g'ri keladi shekilli. Bu aql bovar qilmaydi. Yaxshisi, men bu maxluqlarni tezda o'ldirib tashlayman. Bu darhol yangi bloklar va bu nima bo'ldi bilmayman. Bu yerda esa kalit nimaga ekan bilmayman. Yo'q, xudoyim qocha qol. Yigitlar, va'da beraman, men mod o'ynamayapman. Qanday qilib bu Minecraft bo'lishi mumkin? Biz bu yerga faqatgina bitta maqsad uchun keldik. Ya'ni bu lavani yasash. O'ylashimcha o'sha shamol bularni o'ldirganimizda materiallardan birini qo'lga kiritamiz. Xo'p, endi bizga faqat bitta narsa kerak. Bu shunday katta blokka o'xshaydi. Internetda ko'rganim bo'yicha bu ancha noyo'qroq bo'lishi kerak. Bu mana shu sandiqda. To'xtab tur, nima uchun shunchaki bo'sh sandiq? Xo'p, biz shu yerning qayerdandir blokni topishimiz kerak. Jin ursin, bu joy juda ham katta. Yo'q, to'xta, uni ko'zadan topsa bo'ladimi? Yo'q. Xo'p, men bu ko'zalarning ichidan faqat kalitlarni topayapman. Men ularni nima maqsadda ishlatishni umuman bilmayman. Xo'p, men hozir Google'dan qidiraman va xullas bu kalitlarni mana bu narsalarga ishlatishingiz kerak ekan. Og'ayni bu nima degan gap? Menga bir parcha qog'oz, qalqon va zumradlar kerak emas. Menga mana bu katta blok kerak. O'ylaymanki, biz katta blokni olmagunimizcha ularni ochishda davom etishimiz kerak. Bizda yangi disk bor. Noma'lum idish. To'xtang, endi yomon alomatlarni tishim mumkinmi? Yo'q xudoyim, endi qaroqchilarni o'ldirishning hojati yo'q. Yo'q, og'ayni yo'q. Xo'p, bu hammasi damlama tufaylimi? Men bu yerga faqat bu lava uchun kelgan. Xo'p, hammasini o'ldirdim. Yaxshi, endi menimcha o'lja yig'ishga qaytamiz. Yaxshi, bu xona to'liq yig'ishtirib olindi. Keling, yangi xonaga o'tamiz. Iltimos, menga shu blokni ber. Iltimos. Xo'p, men bu blokni topish ancha qiyin bo'ladi deb o'ylay boshladim, lekin u shu yerda bo'lishi kerak. Shunday qilib, men spamberlarni tozalashda va imkon qadar ko'proq o'lja kalitlarini olishga harakat qilishda davom etdim. Lekin ishonchim komilki, men bu yerda butunlay yig'ishtirib chiqdim va 11 ta kalitni oldim. Va umid qilamanki, bu blokni olishga yetadi. Yo'q, xudoyim, men bir soniyaga bu temir blokni o'sha blok deb o'ylayman. Yo'q, xudoyim! Olmos kiyimmi? Yo'q, bu juda ham yomon. Rahmat, kerak emas. Bizda muammo bor. O'ylashimcha, bu butun joyda ochish uchun seyflarimiz qolmadi va boshqa choramiz qolmadi. Boshqasiga borishimga to'g'ri keladi. Men yangi xarita oldim va boshqa sinov xonasini boshdan oxirigacha yig'ishni boshladim. O'ylashimcha, Minecraftni himoya qilib shuni aytishim mumkinki, bu lava o'yindagi haqiqiy ma'noda eng kuchli quroldir. Nima ham deyman. Xo'sh, qaranglar, biz va nihoyat uni topdik. Og'ir yadro. Men bu yerdan chiqdim va ozodlik. Endi bizda ikkita masalliq bor. Ikkinchi bosqich yakunlandi. Endi esa uchinchi bosqichga, ya'ni boltani yasashning eng qiyin qismiga o'tamiz. Bu esa uni albatta craft. Bing bang. Nice, va nihoyat va nega u juda ham ulkan? Nega u bu qadar katta? Qilichim bilan solishtirib ko'ring yaxshilab. Yo'q, unchalik katta emas ekan.
Mening ekranimda ulkan ko'rinyapti. 3 ta bosqich tugadi va nihoyat bizda ulkan katta bulava bor. Bu ko'p vaqt olmagandek tuyuladi, ammo u 2 kun vaqtni oldi. Videoning asosiy maqsadiga o'tish va bu narsa qanchalik jinicha va kuchli qila olishimizni ko'rish vaqti keldi. U shundoq ham yetarlicha kuchli, ammo uni maksimal darajada sehrlash va ko'plab mayda qo'shimchalar qo'shish orqali u yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Keling avval uni sehrlaylik. Albatta tuzatish va chidamlilik kuchdan boshla. Va sinov xonasida o'lja yig'ayotganda menga o'tkirlik 5 kitobi tushgan. Bulavaga qo'yamiz. To'xta, nima? Bulavaga o'tkirlik 5 qo'yib bo'lmas ekan. Xo'p, mayli, e'tibor qilmang. To'xtang, faqatgina zarba 5 ni qo'yish mumkin ekan. O'zi menda zarba 5 kitobi bormidi? Va umuman menga zarba 5 kerakmi? Rostini aytsam, menga unchalik emas, lekin biz uni iloji boricha kuchli qilishimiz kerak. Va biz unga qo'yishimiz mumkin bo'lgan oxirgi oddiy sehr bu olov 2. U mahluqlarni yoqa oladi. Menda kitob javonimda bormikan? Olov 2, Bing Bang va menda daraja yetmayapti. Keling biroz darajaga yig'ib olamiz. Shunday qilib barcha odatiy sehrlar qo'yildi. Ammo o'zingiz bilganingizdek, u hali ham mukammal sehrlanmadi. Bizda hali yana 3 ta sehr yetishmayapti. Bular aynan bulava uchun qo'shilgan yangi maxsus sehrlardir. Bunga sovuqni yorib o'tish imkonini beradi va sizni havoga 20 blok yoki shunga o'xshagan balandlikka uchirib yuboradi. Men buni hali to'liq bilmayman, lekin ko'ramiz. Birinchi bo'lib oladiganimiz yorib o'tish. Bunga yorib o'tish imkonini beradi. Men uni nima qilishni bilmayman va buni siz qishloq bilan savdo qilish orqali olishingiz mumkin. Va men u menga yorib o'tish kitobini sotmaguniga qadar uni kafedrasini sindiraveraman menimcha. Sizlar esa meni qanday qilishimni tomosha qilasizlar. Yo'q, menga yorib o'tish tushdi, lekin keyin men uni sindirib yubordim. Nega men o'zimga bunday qildim, ha? Va nihoyat biz yorib o'tish to'rini yana oldik. Bunga yana taxminan 20 daqiqa vaqtim ketdi. Ikkinchi kitob O'zichlik 5. Uni qadimiy shaharlarda topish yoki yana qishloq bilan savdo qilish orqali olish mumkin. Men xuddi shunday qilaman, chunki men qadimiy shaharga borishga juda ham erinchoqman. Va ko'p ketsa ham menga baribir. Xo'p, atga 5 daqiqa vaqt ketdi, lekin biz uni oldik. Xo'sh, bizda ikkitasi bor. Endi uchinchisi qoldi. Albatta, shamol zarbasi 3. Lekin afsuski boshqalariga o'xshab biz uni shunchaki qishloqlar bilan savdo qilish orqali ola olmaymiz. E'tibor bermang, qishloqlarni yaxshi ko'raman. Va shamol zarbasi 3 sehrli kitobini olishning yagona yo'li albatta uni sinov xonalarining ichidan topishdir. Men videoning boshida sinov xonalarida sodda bo'lsa, yig'ib uni qanday qilib topolmaganimni bilmayman. Va u yadrodan noyob bo'lsa kerak. Men Google'dan izladim va rostdan ham noyob ekan. Va bir foydalanuvchi og'ayni men allaqachon o'nlab og'ir yadrolarni topdim, lekin bitta ham shamol kitobi chiqmadi. Bittasi esa men 20 ta sinov xonasidan o'tdim va ehtimol 200 dan ortig'ini ochdim, lekin hech narsa yo'q. Albatta bizga kerak bo'lgan oxirgi sehr shunchalik noyob bo'lishi kerak. Ammo bu yerdagi bizning maqsad bulavani iloji boricha kuchli qilishdir. Va buning uchun shamol zarbasi juda zarur. Shunday ekan, ko'krak nishoni va oltin olmalarni oling. Men mehnat qilishga tayyor. Bu narsani topish qancha vaqtimni olishi menga qiziq emas. Tabiiyki, agar bu 24 soatdan ko'proq vaqt olsa, men ehtimol taslim bo'laman. To'xta, bu kitob yo'q, xudoyim, menga suv zarbasi 3 kerak emas. Kitob bering, iltimos. Kitob? Tezroq kitob ber, menga yaramas. Deyapman, bu albatta mana shu safga. Yo'q, iltimos, menga kitob ber. O'ylashimcha men anchaga qoldim. Men hali ham sehrlangan kitobni olmadim, lekin internetda o'qishimcha bir xiyla bor ekan. Agar siz shunchaki seyf ichidagi narsalarni kuzatib tursangiz va siz xohlagan narsa paydo bo'lgan zahoti uni ochasiz. Agar bu rost bo'lsa, bu ko'p vaqtni tejaydi. Xo'sh, bo'la qol. Xo'sh. Biz og'ir yadroni oldik, lekin kitob tushmadi. Xo'p, yana urinib ko'ramiz. Men faqat tezroq bosishim kerak. Yo'q. Men juda ham kech bosdim. Menimcha to'g'ri bosganman shekilli. Menimcha bu hazil bo'lsa kerak. Keling, bu seyfdan qancha xil turdagi narsalar chiqishini izlab ko'ramiz. Eng tepadagilari 57, 47 va 37 va eng pastiga qarasak, shamol zarbasi 5%. Yo'q, men kech bosdim. Ha, bu juda ham qiyin. Mayli, 7-sinov xonasi qani boshladik. Nice. Menimcha bu menga shamol zarbasini bermaydi. Albatta.
Lekin hech bo'lmaganda biz yana 4 ta bulavar yasashimiz mumkin. Qani. Endi 5 ta bulavar. Xo'p, mana shunday bo'lishi mumkin, lekin bo'lmasligi ham mumkin, chunki xursand bo'lib ketdim, keyin xafa bo'lishim ham mumkin. Chunki bu emas. Xo'p, bu ekan. Bu narsa Minecraftdagi eng noyob va topish eng qiyin bo'lgan narsam bo'ldi. Men hazillashmayapman, chunki men noyob narsalar haqida butun bir video qilganman. Bizga yana 3 tasi kerak, chunki shamol zarbasi 2 va undan keyin shamol zarbasi 3 ni yasashim kerak. Shunday ekan, men sizlar uchun tezlashtirib beraman. Minecraft iltimos buni osonroq qilinglar. Va 46 daqiqa va 30 soniyadan so'ng men ikkinchisini oldim. Keyin yana 4 soatdan keyin uchinchisini va keyin oxirgisi 1,5 soatdan keyin. Nihoyat 4-sini men oldim. Yo'q, xudoyim, men umuman bu yerda qolishni xohlamayman. Qizig'i shundaki, barcha 4 ta kitobni olishim uchun mendan ro'parosi 100 ta kalit ketdi. Endi biz yana 9 ta bulava yasashimiz mumkin. Va nihoyat 4 ta shamol zarbasi kitobini topganimizdan so'ng kendilarni birlashtiramiz. Va endi 2 kundan so'ng barcha bulava uchun maxsus sehrlar to'plandi. Ay kun, ajoyib. Hozircha shu yerda to'xtatib turaman, chunki men 3 ta kitobni bulavaga qo'shishga o'rganganimda shuni angladimki, sizlarni barchasini birgalikda qo'sha olmas ekansiz. Shamol zarbasi zichlik yoki shamol zarbasi yorib o'tish va qaysi birini tanlashni bilmayman. Men bulavani eng kuchli qilish uchun qaysi biri kerakligini bilish maqsadida tezlik bilan sinov dunyosini yaratib oldim. Shunday qilib, tekis dunyoda sigirlar bilan to'la 2 ta joy yasadim. Bittasida yorib o'tish, bittasida zichlik. Qaysi biri yaxshiroq ekanligini ko'ramiz. Nima bo'lganda ham keling birinchi bo'lib yorib o'tishni sinab ko'ramiz. Yaxshi, bitta sigir o'ldi va bir qancha sigirlar har tomonga uchib ketdi. Bu yaxshimi yoki yomonmi bilmayman. Va endi zichlikni sinab ko'ramiz. Xo'p, bitta sigir o'ldi va sigirlar yana uchib ketdi. Bu ikkisining o'rtasidagi farq nima o'zi? Xo'p, men buni Google'dan izladim va Minecraft Wiki yozilishicha yorib o'tish soatga ko'proq zarar yetkazar ekan va shunda branya tezroq sinadi. Va zichlik 5 esa har bir blok uchun 2,5 uron qo'shadi. Agar to'g'ri hisoblaydigan bo'lsam, agar siz shunchaki 30 blok balandlikdan tushib o'yinchiga ursangiz, u 75 uron oladi. Bu xuddi olmos qilichi bor o'yinchi yoningizga kelib 1 soniya ichida 10 marta ko'proq uron berishidir. O'ylaymanki, qaysi birini tanlashni bilaman. Bundan tashqari Google'da ochiqchasiga yozilgan ekan. Men umuman yangi bulavani yasashimga va unga hamma narsani yana boshqatdan sehrlashimga to'g'ri keldi. Zarba sehri zichlik bilan to'g'ri kelmasligini yana unutman. O'zi shundoq ham zarba menga yoqmasdi. Lekin 20 soatdan ortiq zerikarli ishdan so'ng bulava maksimal darajada to'liq sehrlandi. Bulavani yanada kuchliroq qiladigan qo'shimchalarga o'tishdan oldin shuncha vaqtni sarflaganim bekorga ketmaganini ko'rishni xohladim. Yaxshi, birinchi oddiy bulava bilan tekshiramiz. Qo'yni o'ldiradi va uni uchirib yuboradi. Buni biz oldin ham ko'rganmiz. Va endi to'liq sehrlanganini sinaymiz. To'xta, nega u meni havoga uchirib yubormayapti? Yana bir bor. Nima? U meni havoga otib yuborishi kerak edi. To'xtang, mening eng zo'r sovutimda snaryad himoyasi borligi uchun bo'lsa kerak. Men sovutsiz